Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар тек qana bizda bo'ladi. Anuel Nigga-Messining statistikasi. Anuel Nigga-Messi 28 жастағы француздық кәсіпқой боксшы Kongoda dunyoga kelgan. Uning kasbiy mansabidagi rekordi 14 jeniz 9 nokautben jengilsiz. 5-savr 2025-yili Astonada qozog'istonlik bokschi Janibek Alimxonulu bilan jekpa-jekka chiqadi. Janibekning statistikasi. Janibek Alimxonulu qozog'istonlik kasbqo'y bokschi. O'rta salmoqda WBO және IBF tujurimlari bo'yicha olim chempioni. Uning kasbiy rekordi 16 jeniz 11 nokautben jengilsiz. Kasbiy mansabidagi negizgi жетістіктері WBO chempionligi 2022-yili Janibek WBO tujurimi bo'yicha olim chempioni atandi. IBF chempionligi 2023-yili IBF tujurimi bo'yicha olim chempioni titulini jengib oldi. Reytinglari BoxRec 2025-yilning qantar oyidagi BoxRec reytingi bo'yicha Janibek Qozog'istonlik eng uzuk bokschi atandi. PTP 2021-yili BoxRec'ning PTP reytingida jo'g'arilab Gennadiy Golovkin bilan tennisdi. Alдағы jekpa-jek 2025-yilning 5-savrida Astana qalasida o'tayotgan Battle of the Brave kasbqo'y boks kechida Janibek fransuz bokschisi Anuel Nigga-Messi bilan кездеседі. Janibek Alimxonuluning mansabi qarqini damib, pol olimdik arenada Qozog'istonning namusin obro'yimen qo'rg'ab keladi. Janibek Alimxonulu bilan Anuel Nigga-Messining jekpa-jegi Janibek favorit sanaladi. Uning kasbiy tajribasi jo'g'ari. WBO және IBF chempionlik belbevlari bor. Al uning qarshilaslarida olimdik dengayda bokschilar bo'ladi. Anuel Nigga-Messi mixti qarshilas bo'lganimen, ol jo'g'ari dengayda bokschilar bilan ali кездесib ko'rmagan. Uning jengilsiz rekordi bor, biroq tajriba jag'idan Janibekka yetmaydi. Boks kutmagan natijalarga to'la sport. Alayda sarapchilar men bukmekerlik keneslari Janibekning jengisi basti umidga reytingda qarashtirib o'tir. Agar Nigga-Messi to'sinsi jasay alsa, bu uning mansabidagi eng iri jengiz bo'lar edi. Sizlarmen sport жаңалықтары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi. 5-savr Astonada bo'lатын jekpa-jek. Bilet qoni 25 mingdan 225 mingga дейін. Sizlarmen sport жаңалықтары bo'ldi. Barchaga rahmet.